Men o'zim pulni qiynalib topaman. Uy egalari ham qiynalib topishini bilaman. Kechaga hafta qo'ygan videoyimda ustalar mendan juda ko'p xafa bo'lishdi. Qalanga qasanga demang, boshqa bo'ldi, qalanga qasanga demayman. Bitta narsani aytaman lekin, xafa bo'lmani. Ustalar shundoq ish qilingki, alkafon bilan tunkafonni farqi qolmasin. Men ishimda farqi yo'q. Boshqalarning ishida ham farq qolmasin. Ish shunaqa chiroyli chiqsin, ko'rgan odam maza qilib yorsin. Men o'zim pulni qiynalib topaman. Uy egalari ham qiynalib topishini bilaman. Ochig'i, kim qanaqa tushunadi, menga vobshem farqi yo'q. Bitta narsani bilaman, uy egalari ham pulni qiynalib topadi. Qiynalib topyaptimi? Demak, shundoq ish qilib berishimiz kerakki, uy egalari ham bergan puliga 100dan 1000 rozi bo'lish kerak. Shunaqa qilib ish qilib beringlar ustalar. Men hozir o'zim ishimni sizlarga bitta obzor qilib beraman, ko'rasizlar. Lekin bu videoyim asosan ustalarga. Ustalar sizlar to'g'ri tushuninglar faqat. Shunaqa chiroyli ish qilinglar, ishchi choklari boshqa joyda o'ta zo'r chiqsin. Hozir mana shu obyektim Buxoroda, Jondorda qilib bergan obyektim 750 kvadrat tunkafon ishlatganman. Bitta ko'rasizlar. Bu joyda xudo xolasa choklarida ham, ishini sifatida ham, liniyasida, tekisligida hamma joyida gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rgan odam maza qilib yoradigan holatda. Uyga egalari bergan pullarga 1000 rozi bo'lib beryapti. Xursand bo'lib, kayf qilib yoryapti. Borku, ishchi choklari boshqa joyda shunaqa go'zal chiqqan, biron joydan eshikka topadigan holat emas. Ustalarga ham meni maslahatim shunaqa ish qilinglarki, ko'rgan odam maza qilib yorsin ishingni. 5 so'm qimmat ish qilinglar. Haligi noto'g'ri ish qilib qo'yib, xunuk ish qilib qo'yib, o'y egasi o'shanga loyiqda, o'zi arzondaga bor bo'ladi. Yo'q, arzondaga bor qilma, ana. Qimmatdaga bor qilinglar. Ishchi sifati zo'r bo'lsin, zo'r materialdan qilinglar.